Loro Piana. Loro Piana. Bu so'zni eshitganda odam aqliga qimmat buyum keladi yoki o'sha sizga va bizga ma'lum va mashhur bo'lgan Loro Piana oyoq kiyimi. Hammamiz Loro Piana oyoq kiyimini oddiygina Loro Piana deb yechishga o'rganganmiz. Lekin ularni o'ziga yarasha nomi bor. Biri Open Walk, ikkinchisi Summer Walk. Bu oyoq kiyim oldin yelkanli sport bilan shug'ullanadiganlar va o'zini shaxsiy yaxtasi bor insonlar uchun juda mashhur bo'lgan. Nega deysizmi? Chunki qimmat yaxta, qimmat yog'ochdan tayyorlangan palubani hamma asragisi keladi. Bu Loro Piana oyoq kiyimlaridagi tagi qismi, ya'ni podoshvasi oq bo'lishi va tekis bo'lishi sababi ham mana shunda. Bu brend oldin umuman reklama qilinmagan deyarli, lekin uni 2 milliard dollarga LVMH fransuz kompaniyasi sotib olgandan keyin juda ham mashhur bo'ldi. E'tiboringiz uchun, fransuz kompaniyasi u Christian Dior, Givenchy va shunga o'xshagan mashhur brendlarni o'z ichiga oladi. Qisqa qilib aytganda, Loro Piana sokin hashamatlik, ya'ni tixaya roskosh. Bu ma'lumotlar qiziqarli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada izohlarni qoldiringlar va albatta Loro Piana sevuvchi og'aynilarga bu videoni jo'natib qo'yinglar. E'tibor uchun rahmat. Sog', salomat bo'linglar.